Siz ingalyatsiyani noto'g'ri qilasiz. Sababi ko'p hollarda nebulizerda ingalyatsiya qilish uchun mo'ljallanmagan dorilardan foydalanasiz. Masalan, deksametazon, gidrokortizon, efilin, suprastin, dimidrol kabi eritmalar ingalyatsiya uchun emas, balki inyeksiya uchun mo'ljallangan. Bu dorilar bilan ingalyatsiya qilish foydasiz, hatto xavfli bo'lishi mumkin. Nafas yo'llarining shilliq qavatini kuydirishi yoki bronxospazm chaqirishi mumkin. Aslida ingalyatsiya qilish oddiy shamollashda siz o'ylaganchalik foydali emas. Ingalyatsiya qilishni shifokor ko'rsatmasiga binoan og'ir laringitda, bronxoobstruksiyada, astma xurujida, bronxospazmda tayinlaydi va samarali bo'ladi. Siz nebulizerdan foydalanishda shunday xatolarga yo'l qo'yganmisiz? Kommentda yozib keting. Siz ingalyatsiyani noto'g'ri qilasiz. Sababi ko'p hollarda nebulizerda ingalyatsiya qilish uchun mo'ljallanmagan dorilardan foydalanasiz. Masalan, deksametazon, gidrokortizon, efilin, suprastin, dimidrol kabi eritmalar ingalyatsiya uchun emas, balki inyeksiya uchun mo'ljallangan. Bu dorilar bilan ingalyatsiya qilish foydasiz, hatto xavfli bo'lishi mumkin. Nafas yo'llarining shilliq qavatini kuydirishi yoki bronxospazm chaqirishi mumkin. Aslida ingalyatsiya qilish oddiy shamollashda siz o'ylaganchalik foydali emas. Ingalyatsiya qilishni shifokor ko'rsatmasiga binoan og'ir laringitda, bronxoobstruksiyada, astma xurujida, bronxospazmda tayinlaydi va samarali bo'ladi. Siz nebulizerdan foydalanishda shunday xatolarga yo'l qo'yganmisiz? Kommentda yozib keting. Siz ingalyatsiyani noto'g'ri qilasiz. Sababi ko'p hollarda nebulizerda